Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizda show biznes yangiliklari, eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Katta o'tirishganda menga promo efir qilishdi. Men bulardan 2019 hadiga borganman-da. Arofatda oddiy joyda so'ramaganlarda hojona yig'lama, Javohir, hojona dedim. sevinch yoshlari bu. Bu yerda umuman bo'lmaydi. Yerda faqat so'rash kerak, duo qilish kerak. Xudo xolasa haydan keyin yangilik bo'ladi dedim. Chunki men dadamda katta domlalar bo'lganlar. Avliyolar o'tgan biz avlodimizdan. Jonim. Voy, so'zim tushirib ketdilar. Maşallah. O'zi sizdan ham chiroylingiz ko'rinib. Annani boy ololmay qoldim. Shunday cho'zgilarda mashina korobkalarni olib kelayotganda ololmay qoldim. Ulgurmadim. Video yoqolmadim. Birinchi salom menga bo'lsin, menga. Fata qani? Fata. Hammalaring bilan aytdim, ha? U bilan Qani ham birga boshlaganmiz. Madidan bu mani Qur'on birodarim bu. Birga o'rganganmiz. Nishonchi yaxshi ko'raman Nodirani juda ham. Voy Allohimcha jannatlarda ham yaxshi ko'rganlarimiz o'rtada. Feruzjon bizni nima deb chaqiradi? Obbo derdi. Bu qiz assalom, chiroyli. Obbo chiroyli dedi. Assalomman. Baxtingiz o'zingizdan ham chiroyli bo'lsin. Feruz har doim chiroyli niyatli qiz, har doim aytaman. Taniganimga 15 yil bo'lgan bo'lsa, hammaga yaxshilik tilaydigan qiz. Allohim baxtingizni mana shunday xayrli qilsin. Nikohingizni xayrli qilsin, baxtingizni abadiy qilsin. Ota-onangizni xursand qiladigan, oyijon, uyog'idagilarni hammasini xursand qiladigan